Salom do'stlar, sizlar bilan Imenov tilisi yangiliklar keladi. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2026 o'yinida DLS'ning o'sha asosiy futbolchisiga aylanib qolgan, ajoyib bo'lgan bugungi videorolikimizda Julian Alvarezni sizlar bilan birgalikda full qilishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana bu ekraningizdagi men o'zimning shaxsiy Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu Telegram kanalda biz har hafta ikkitadan tekin sezon pastiga aksiya qilib turibmiz. Qoldirmasdan har hafta momentdan aksiyalar bo'lib turibdi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, silkasi opisaniyada hamda kommentariyada bo'ladi. Xo'p, biz videorolikni boshladik. Ovozlarni biroz normal keltirib olamiz. Xo'sh. Ana endi Julian Alvarez reytingini ko'rib turibmiz. Juda ham ajoyib reytingda. Xudo xohlasa yaxshi kuchaya oladi degan umiddaman, xudo xohlasa. Bilasizlar, oldin De Bruyne bo'lardi, Gareth Bale bo'lardi rasmlarda. Hozir bo'lsa Julian Alvarez egallamoqda o'sha 2 yildan beri. 2 yil bo'ldi adashmasam. Undan oldin Hakimi, keyin Rodrigo bo'ldi 2 yil. Adashmasam 2 yil Rodrigo bo'ldi va mana o'sha 2 yil yana Julian Alvarez bo'lib kelmoqda va asosiy futbolchilardan biri, asosiy logotipda Julian Alvarezning rasmi bor va shuning uchun ham bugun mana shu Julian Alvarezni xudo xohlasa yaxshi full qilishga harakat qilamiz. 80 tur reytingda juda ham ajoyib. Biz full qilishni boshladik. Oddiy, ya'ni trenerdan boshlaymiz va boshlanishidan Sillaga tushyapti. Juda ham omadsiz tarzda boshlandi deya olaman. Xudo xolasa o'tgan safargi Rafinyaning holati ham bunda kuzatilmasin deyish qilib, esingizda bo'lsa Rafinyaga juda ham ko'p sillasiga tushib ketgan edi va uni yaxshi full qila olmay qolgandik. Hozir esa harakat qilamiz Julian Alvarezdan unaqa omadsiz kuchaytirishlar bo'lmasligiga. Xo'sh, bizda internet biroz qotyapti. Tak. Qancha qotarkan bu internet? Balkim o'zim internetim yoqib tursammikin, shuna qilamiz. Xo'sh, balki menda kuchayar. Qani? Mana shunaqa do'stlar, bu O'zbekiston. Va Uskariniga tushyapti bizda. Yaxshi. Xo'sh. Ana endi ikkitalik kuchaytirishlarga o'tamiz. Yana Sillaga tushyapti. Tezlikka tushsa yaxshi bo'lardi. Xo'sh. Yana o'tgan safarga o'xshab ifloslikni oliy darajasi bo'lmasa bo'ldi. DLSdan yaxshiroq natijalarni kutib qolamiz. Yaxshi, Sillaga tushmadi. Mana bo'lar ekan uni. Sillaga tushmasa bu juda ham yaxshi-da. Sillaga tushdi degani bu o'sha ancha yomon degani. U yomon emas, yaxshi ketyapti, ko'z tegmasin. Shu Sillasi bir 80 dan oshmasa bo'ldi deydi menga. Yaxshi, yomon emas. Juda ham ajoyib ketyapti hozir Alvarez. Nimalar bo'lib ketdi? Chiqis yo'q. Xo'sh, ana endi baribir Sillaga tushyapti do'stlar. Mayli, bitta tushib tursa mayli, lekin ketma-ket yoki bo'lmasam juda ham ko'p Sillaga tushishi bu juda ham yomon va yana Sillaga tushyapti. Bu ketishda tepasidan 300 chiqarishimiz ancha qiyinroq bo'ladi. Xo'p, olmos ishlatamizmi yoki mana 3 talikdan berib ko'ramiz. Qani? 3 talikdan berdik va berganimizda yana Sillaga tushyapti. Mana Sillaga 4-marta ketma-ket tushyapti. Sanab turinglar, 4-marta. Bu ketishda biz Sillani albatta juda ham kuchaytirib yoramiz va 5-marta Sillaga tushyapti ketma-ket. Juda ham ajoyib. Xo'sh. Bitta reytingni ko'rib olaylik. 3 talik kuchaytirgich bersam to'g'ri kelmas ekan. Olmosdan kuchaytirsak, mayli 3 talikdan berib ko'ramiz. Endi bu yerda Sillaga baribir tushadi poligoni. Men xohlamasam Sillaga tushardi. Sillasi 90 bo'lib ketadigan bo'lyapti va bizga proriv berdi va 100 chiqarmagan va bo'ldi. Tepasidan 300 chiqarib oldik. Ana endi buni zarbalarni kuchaytiramiz. Zarbasiga tushish kerak. Udarga kontrol, mayli kontrol 90 bo'lib, pastlari 85, udarlar
plus bo'lsa juda ham ajoyib bo'lardi. Xo'sh, Atborga tushyapti. Juda ham ajoyib. Hujumchi uchun Atbor eng muhim narsa-yu. To'g'rimi do'stlar? Hujumchi uchun Atbor eng gilamli narsa-yu. Dilasa mana ketma-ket Atborlarga tushiryapti va pasga tushyapti bizga. Xo'sh. Haligacha udarga tushmadi do'stlar, sanab turinglar. Faqat Atborga tushib yotibdi. Bu ketishda udari minusga kirib ketib qoladi. Atborga juda ham ko'p tushib ketdi. To'g'ri, juda ham zo'r holatda full qila olmadik. Ko'nglim unaqa to'lgani yo'q. Xo'sh, bizga oxirgi trener va u ham Atborga tushmoqda. Juda ham ajoyib, juda ham ajoyib. Va biz Julian Alvarezni mana shu holatda full qildik do'stlar. Afsuski undan plus 11 darajada kuchaymas ekan. Plus 11 darajani kutmoqchi edim. Men to'g'risini aytsam, plus 11 daraja ham kuchaymadi. Xudo xolasa keyingi videolarimizda kim plus 11 kuchayishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Ana shu futbolchini full qilishga harakat qilamiz. Hozir bizda Julian Alvarez mana shu holatda full bo'lib turibdi. Mana reytinglar ajoyib. Biz unga hozir usileniya formula berib ko'ramiz, balki mana shunda bir tuzroq bir 100 chiqar, to'g'rimi do'stlar? Qani 1 2 3 udari 100 bo'lmaydi, по-любому. Xo'sh, udarga plus 4 berdi, kontrolga plus 6 berdi. Xo'sh, mana shu holatda Julian Alvarez bizda full bo'ldi. Xudo xohlasa undan bor yo'g'i 3 ta 100 chiqardik, lekin zarbalari ancha yaxshi bo'ldi. O'yinlarda o'zini yaxshi ko'rsata oladi degan umiddaman. Videolarga xudo xolasa mana shu narsalardan iborat edi. Keyingi futbolchi kim bo'lishini albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Plus 11 darajada kuchaydigan futbolchi bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Sizlar bilan har doimdek Iminov DLC yangiliklar kelib bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.